23 million atrofida xonadonni qayerlar telefon qilish mumkin. Assalomu alaykum. Bizni doimiy ravishda kuzatib borayotgan qadrdonlar, sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Navbatdagi telefon xizmatimiz Andijon viloyati Asaka shahrida qilib berilgan. Bu xonadonning shapkasini biroz avval qilib ketganmiz. Darvozaxonasi qolgan. Darvozaxonani ham xudo xolasa hozir chiroyli qilib yakunlab bermoqdamiz. Juda ko'rib turibsizlar, o'ta ham skromniy fasonda bo'lgan. Darvozaxonamizga 10 million so'm pul ketdi do'stlar. Shapkalarimizga esa 13 million so'm pul ketgan. 13 million atrofida, aniq esimizda yo'q. 13 million atrofida ketgan. Darvozaxonamizga lekin 10 million so'mga qilib berdik. Jam bo'lib 23 million atrofida xonadonimiz to'liq holatda telefonlar qilib berildi. Qadrdonlar, yana bir narsani eslatib o'tib ketaman. Telefonda ishlatilgan materialni kvadratiga pul olamiz, joyli kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi tunukaning bukilishi, qaralishi, ustma qatirilishining hisobiga joyli kvadratdan ko'proq ketadi. Shuni inobatga olib biz bilan bog'lansanglar, xudo xohlasa kelishib olishimiz osonroq bo'ladi.